üçün iştep tamakta içpey halkımdın işi cılsa devalga talıkpay oylo biz dedin ayla talıkpay oylo biz dedin ayla har bir akçaçın üzürlü emgek Koydu 11.000 so'm deb atat. Qisir qo'y ekan. So'yishqa. So'ygonga bo'ladi. Nayam bo'ladi, nayam qisir. So'ygonga qisir qo'ylar. Bunaqasi qancha deb atasiz? Bo'lishini aytayın deydi, 7,5 so'm deydi. Bu da qisir ekan-da. Bu da qisir qo'y. 4 tish qo'ylar. 6 tish qo'ylar. Bunani qancha dedi? Qo'zisi bilan o'xshaydi. Qo'zisi bilan qo'ylar 11.000 so'mdan. Bu da 6 tish qo'ylar. Buna qo'ydim tish yo'q ekan 5.000 so'm deydi. Buna qancha bu? 9.000 so'm bu. Buna qo'y 5.000 so'm. Tishi qalbay qoldi. Kışmal qo'chqorlar 2 alsalar 10.000 so'mdan beramiz deydi. Semiz. So'yishqa. Kışmallar. Kilogram qanchadan nima berasizlar tartib olsa? Tartib olsa 350 tane so'yib beramiz. 350 tam 300 ga bo'lmaymi? Yaxshilasa bo'laveradi. 350 qasablar o'tirib sotadi-ku. 320 dan so'yib beramiz. Mаған zo'r qila ko'rinadi-ku, onam. Ha, normalniy ko'rinadi-ku. 300 dan so'yib berishadi ekan. Kilogramga tartib. Bunun başı burunla düşmedi ekan, ha? Живой alsalar 10.000 dan beramiz deb atadi. Aka, qo'zli qo'y qancha? 8.000 qancha tish? 4 tish qo'ydi, qo'zisi bilan 8.000 so'mga beramiz deb atadi. Qanchaga bermay aytasiz hozir? Hozir 73 ga beradi. 7300 ga bermay aytadigan hozir. 8.000 so'mga beramiz dedi. Qo'zisi bilan 4 tish qo'y. Sizniki qancha? Ha, siz taqdim tartib. Qanday kelib qoldingizmi? Aka, qo'zli qo'ylar qanchadan? 11 dan. Qancha tish qo'ylar bular? Ko'raylik, 6 tish. 6 tish qo'ylar qo'zilari bilan 11.000 so'mdan deydi. Kami var deydi, kamaytib olaveretgesizlar. Qo'zilari bilan. Kinoga tortibsiz. YouTube'dan chiqasiz. Ha, YouTube'dan ya chiqasiz. qo'y. Qo'yingiz chiqadi, qo'yingiz. Qo'yin qo'zisi bilan qancha so'm? 10.000 so'm. Ana qo'zisi. Erkak qo'y. Buna qo'zisi bilan 10.000 so'm deydi. Qo'zili qo'ydi. Qancha tish qo'y qo'ying? 4 tish. 4 tish qo'y qo'zisi bilan 10.000 so'm. Buqani 78.000 so'm bo'libdir. Hozir salmon ko'ramiz, qancha chiqqani. 433, 32. 432 la. 432. 432 la chiqdi. Bunavi 6 tish qo'ylar qo'zilari bilan 11.000 so'mdan. Qanchaga bermay qo'ydingiz? Qanchaga bermay qo'ydingiz? 10.000, 10.5 ga.
10,5'dan belbe koydum deydi. 11.000 so'mdan berem deydi. O iki bir kozu mı bir kozu? İki kozu menen iki koy. 11.000'den deydi. Siz kaça koydu? Bas. 13.000 so'mdan kozlar ne lan? Kozuları menen 13.000 so'mdan deydi. Qancha tish yashira o'xshaydi? 2 tish qo'ylar. Buna qo'z o'xshaydi? Bular qashqan qo'z ekan. Oyunuzun bahası qancha ekan? Qisir bu. 9.000 so'm deydi, kam var. Qisir qo'y, so'yishqa. Qo'z chiqmay? 9.000 so'mdan deydi. To'qqiz yarim ming so'mdan deydi. Kam aytib berasiz daga? Qisir qo'y deydi. Bunu qancha dediniz? 9 kam var. Bunun içinde boz, qo'zisi var ekan içinde. 9.000 so'm kam var deydi. Qancha qo'y? 9,5 so'm. Qisir bu qo'zisi var mı? İçinde bolası var deydi. 9,5 so'm. Qancha tish? 4 tish o'xshaydi ha? 4 tish qo'y. Bunaqisi? Bul dele 9,5 deydi. 4 tish qo'y. Boz qo'y. İçinde bolası var. Aka uy qancha oldi uy? Uy qancha oldi aka? Mana uy 59.000 so'm bo'lib tur. Oyunuzun bahası qancha? Qancha tish? 4 tish qo'y, bahası 10.000 so'm. Qisir bu jabaliq qo'zisi var mı? Qisir bu? Kısırca boğaz ekeni belgisiz. Ne kadar olsun? Boğaz 10.000 so'm. Aka sizdikinin boğazı kança? Bu alanda 5,5. Ya niye interview aldırdın be? 5,5 so'm aldık deydi. Kança tişken bu? 4 tiş koy, 5,5 so'm boğazı. Satı aldım deydi. Bu şeyden mi var? Türkiye'de almayasın de. Kaç oldu? 6.000 so'm. Boz koylar mı? Bozlar kakta? Ne o 7,5 ming? 7 ming, bunu alça? 9 kam. 9.000 so'm deydi. Biroq içinde qo'zisi bo'lishi mumkin deydi. Qancha tish bular? 4 tish mi? Yo'q, qat qo'ydim. Qart qo'ylar ekan-da. Bunaqangiz qancha bunaqangiz? Qart deydi. Qancha bası? Qarda pulun so'rayapti, qo'y, qancha. 7,5 ming so'm, na qizil 7.000 so'm. 9 ming. 9.000 so'm. Ha, rahmat aka. Qancha bası? 5 ming. 5.000 so'm deydi. Qisir o'xshaydi ha? Qisir qo'y 5.000 so'mdan. Aka bundan basını aytib qo'ying qo'yingizdan. Qo'ydim bası 7 ming. Qancha tish? 2 tish. 2 tish qo'y, bası 7.000 so'm, qo'zisi bilan. Meni ham qaratib qo'y, meni ham qaratib qo'y. Qo'zisi bilan 7.000 mi? Qayerdan olib keldingiz? Uşak'tan, Özgen'den alıp geldik. Qurshobdan olib keldik deydi, O'zgon shahridan. Tushirib berasiz da. Şunu verem, 6,5'ga verem kim alsa buna. Ana. 75 ming devatam deydi. Buqani. Tarazaga qo'yib ko'ramiz. 75 ming so'mlik buqani. Buqonning salmog'i.
403 kilo. 403. 403 kilo çıktı. 75 bin so'mlik buqanın salmağı. Az. 403 kilo çıktı. Kaça? Kırık olsa? 403 kilo çıktı. 75 bin so'm oldu.